Olov Nur Media taqdim etadi. Sevinch xonim Ismoilova! Assalomu alaykum. Bugun mana Sevinch Ismoilovani konsertidamiz. Xudo xolasa juda ham zo'r tarzda bo'ladi degan umiddamiz. Omad tilaymiz. Xudo xolasa bu konsert davomiy bo'lsin. Mana Olov Nur akamiz bilan birga ishlashyapti. Xudo xolasa juda ham boshqacha tarzda o'tadi degan umiddamiz. Faqat omad tilaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun Sevinch Ismoilova singlimizning konserti. Sizlarni Allohdan so'raganman, shunaqa muxlislarim bo'lishini, shu sahnada bo'lishimni. Zimistondek ko'rinsa olam, yorishmasa yoqsangiz ham sham, har oningiz etkali bayram, seving. Hayratlarni borliqqa tarab, umringizga saodat qadam, muhabbatni o'tirmang asrab, seving. Yaxshi ko'ring qumni, maysani, yurakka ishq sanchgan nayzani, boy bermasdan hech bir lahzani seving. Abadiymas g'am, tashvish, qayg'u, ortida bor bir xayr, kulgu, barchasiga dori bu tuyg'u. Seving, seviling. Assalomu alaykum. Qalbi muhabbatga lim-molim to'la bo'lgan qadrli san'at shaydolari. Assalomu alaykum sevgiga oshno qalblar, aziz yurtdoshlar, qalbi quyoshlar, mehri daryolar. Qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan murodbaxsh va muborak fayzli kunda ana shunday muhtasham xalqlar do'stligi saroyida diydorlashib turganimizdan bag'oyatda mamnunmiz, behad xursandmiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Azizlar, bugun siz bilan diydorlashamiz, so'zlashamiz, kulishamiz, kuylashamiz. Bir so'z bilan aytganda Ma'rifatxon, sahna va tomoshabin o'rtasida samimiy muloqot o'rnatiladi. Biz muloqotga tayyormiz. Sizchi? Albatta bular ham tayyor, to'g'rimi? Diydorlashuv lahzalarimizning eng asosiy sababchisi sizni ham bizni ham qalbimizdan birdek o'rin egallagan xushovoz xonanda, o'zining chiroyli chiqishlari, go'zal xonishlari bilan xalqimizni mehr muhabbatini qozonib ulgurgan xonanda Sevinch Ismoilova bo'ladilar. Ma'rifatxon, sevgidan gapiring, sevgidan. Sevgi shunday manguki, olamga afsonasan. Sevgi shunday cholg'uki, visol kuyin chalasan. Inson sevgisi sarob bo'lmasin, armon o'tida kuyib yonmasin, qalb tutashsin u ozor chekmasin, kuy navo hamisha baxtdan yaralsin. Ana shunday baxtli kunlarimizda, shodonali kunlarimizda o'zining ilk yakkaxon konsertida sizning qarshingizga Sevinch Ismoilovani taklif etamiz azizlar. Marhamat. Canlarıma değdi, karab 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 karab, koluma güller verdi. Orap 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 orap
Çıtırlatar pulları Bay mamanın balası Ay mamanın balası Gözlerimin karası Çıtırlatar pulları Ey bay mamanın balası Canlarıma değdi Karap 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 Koluma gülleri verdi Orap 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 Beni danışlarımdan Sorap 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 Canlarıma değdi Karap 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 Canlarıma değdi Karap 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 Koluma gülleri verdi Orap 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 Beni danışlarımdan Sorap 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 Canlarıma değdi Karap 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 Ah sevemem deysene Canlarımı yeysene Sevemem ben başkanı Koy halıma koy sana Ah sevemem deysene Canlarımı yeysene Sevemem ben başkanı Koy halıma koy sana koy sana Canlarıma değdi Karap 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 Koluma gülleri verdi Orap 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 Beni danışlarımdan Sorap 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 Canlarıma değdi Karap 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 Canlarıma değdi Karap 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 Koluma gülleri verdi Orap 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 Beni danışlarımdan Sorap 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 Canlarıma değdi Karap 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 Assalomu alaykum. Mana hurmatli, aziz, qadrdon muxlislarim. Bugun sizlarni ko'rib turganimdan judayam xursandman. O'ylaymanki, bugungi kunimiz eng tarixiy, eng esda qoladigan kunlarimizdan bo'ladi va albatta sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Ana endi sizlar uchun qo'shiqlarimiz ketma-ketligini ayttiramiz. Rahmat. Bir uyda o'sibmiz yetti polapon birday mehr olib ota onadan o'zgacha bir dunyo bugun qarasam beg'ubor bolalik kezni sog'indim dadam qaytar edi daladan charchab erkalik qilardik gohida o'ynab ham qora qumg'onda choyimiz qaynab barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim yomon sog'indim beg'ubor bolalik kezni sog'indim barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim yamoq ko'ylak kiyib onam megniga yetsin deb bolalarim kamu cho'zdiga chidam berib bu hayot tashvishiga bir hovlida o'sgan kizni sog'indim bizlar totuv
juda mehribon. Yesakda qora non, ichsakda ayron. Bugun sal sovuqmiz, o'zim ham hayron. Mehr to'la ko'zlaringni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Kayfiyatlar qanaqa? Negadir jimsizlar bugun. Bormisiz? Endi bu yog'ini boshqacha davom ettiramiz. Qani ketdik. Qani? Hoppa! Sözlere uçtu hayalim, hayatım bana. Canda canımsan, sen de canımsan. Yok endi sensiz, hey kararım bana. Acı sözlere uçtu hayalim, hayatım bana. Canda canımsan, sen de canımsan. Yok endi sensiz, ey kararım bana. Yetedi sen bana hayallarım. Gece gündüz yadımda senle öten her anlarım. Yanımda sen canımda bolsa nefer, bolsa nefer. Bolmasın seni yanında menden başka marallarım. Yetedi sen bana hayallarım. Gece gündüz yadımda senle öten her anlarım. Yanımda sen canımda bolsa nefer, bolsa nefer. Bolmasın seni yanında menden başka marallarım.
rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlar uchun bugun yangiliklarimiz ko'p. Aynan hozirgi ijro qiladigan qo'shig'imiz ham siz uchun yangilik hisoblanadi. Boshqacha yo'nalishda kuylashga harakat qilib ko'rdik. Marhamat, eshitib baho berasizlar. Ikkimiz ikki qirg'oq, oramiz endi uzoq. Ishonardim so'zingga, qiyna meni firoq. Borlig'im derdi, yolg'izim mening derdi, yolg'iz. Sevgimizni sattың kimlara, almashdың sen meni kimlara. Aldandim saxta dillara, yana dillara. Sevgimizni sattың kimlara, almashdың sen meni kimlara. Aldandim saxta dillara, yana dillara, saxta dillara. Meni tashlab azoblarga endi ko'ngling to'ldimi? Qoldirib firoqlarda yuzlaring kuldimi? Yashayapman sensiz, kunlarim o'tar sensiz, sensiz. Sevgimizni sattың kimlara, almashdың sen meni kimlara. Aldandim saxta dillara, yana dillara. Sevgimizni sattың kimlara, almashdың sen meni kimlara. Aldandim saxta dillara, yana dillara, saxta dillara. Sevgimizni sattың kimlara, almashdың sen meni kimlara. Aldandim saxta dillara, yana dillara. Sevgimizni sattың kimlara, almashdың sen meni kimlara. Aldandim saxta dillara, yana dillara, saxta dillara. Marhamat, sizlar uchun biz yana davom etamiz. Hadi ketin. Her gün yolda yürgende
yigitim bor. Ah mana boshqa gap atmanglar yigitim bor. Yigitim bor. Mana boshqa gap atmanglar yigitim bor. Yigitim bor. Sevgida so'zlar tarqatmanglar, hech biri bilmas suyganini, yana meni ishqimda kuyganini. Ey rahmat, borlaringizga shukr. Sizlarni samimiy bo'lgan mehrlaringiz mana menga yetib kelyapti. Bu menga energiya beryapti. Qani eshitilmadi. Yana keldik. Rahmat. Biz sizlar uchun yana biroz sanafsdan so'ng davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumda yana kulgu qo'shaman. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz otaxon, onaxonlar, aka-uka, opa-singillar. Bugun Sevinch Ismoilovaning konsertiga tashrif buyurgan qadami qutlug', niyati ulug' aziz muxlislar, xush ko'rdik. Konsert bugun zo'r bo'lyapti. Sevinchxonda shunchalik ko'p muxlislari bor ekan, men juda xursand bo'ldim lekin. Hozir zalda chiroqni yoqsa, bularning chehrasini ko'rsangiz, vashi mazza qivorasiz. Qarang, muxlislar Xorazm, Qoraqalpoq, ana. Xorazmliklar bormi? Qoraqalpog'istonliklarchi? Ana endi shoshmay tur. Qashqadaryo, Surxondaryo bormi? To'g'ri. Qashqadaryo, Surxondaryodan nima uchun ko'p kelgan bilasizmi? Ular shaharga keldimi, kiradi konsertga baribir. Yo'q. Ishi bitsa ham kiradi, bitmasa ham kiradi. Yo'q, ular umid bilan kelgan. Niyat bilan kelgan. Aytib bo'ldi-ku Sevinch uni. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarda degan qo'shiq bor-ku. Shular umid bilan kelgan, dangatirganmikan degan. Yo, o'sha qo'shiqda gap otadi. Surxondaryo, Qashqadaryo bolalari Sevinchga gap otgan. O'sha qo'shiqda aytuvdi, o'sha gap otgandan keyin hozir qo'shiq aytdi. "Ay, meni yigitim bor" dedi-ku. Ha, gap otmaylar, meni yigitim bor dedi. Umidni uzuringlar Surxondaryo, Qashqadaryo. Yigiti bor ekan bu qizni. Kim bir rivoyat esimga tushib qoldi. Xo'sh. Bir zamonlar bir quyon savdo qilmoqchi bo'lib, Quyliq Obto'yi bozordan bir qop sabzini olib, Chorsuv dehqon bozoriga kelyotsa, oldidan bir bo'ri chiqib qopti. Shunda bo'ri quyonga qarab, "Ha, Sivolich, qanchadan beri seni izlab yurdim, nihoyat qo'lga tushding. Shu bugun seni yeyman" debdi. Shunda quyon bo'ridan qo'rqmasdan, hayiqmasdan, hurkmasdan ko'zini lo'q qilib bo'riga qarab, "Ey bo'ri, meni yeguncha sabzimni ye" debdi bo'riga qarab. Bo'rining jahli chiqib ketdi bu gapdan. "Ey quyon, qachon ko'rgansan bo'ri sabzi yeganini? Sabzingni qopingga tiqib qo'y" debdi. "Men seni yeyman" debdi. Quyon nachora, "Agar meni yeydigan bo'lsang, senga bir iltimosim bor o'lishimdan oldin. Ovozing juda yoqimli, juda shirali deb eshitganman. To'ylaring ham rosa ko'p ekan. Menga bitta qo'shiq aytib ber. Keyin meni yeysanmi? Uyingga olib borib, yotoqxonangga olib kirib, terimga somon tiqib, devoringga qoqib qo'yasanmi? O'zing bilasan" debdi. Bu gaplardan uchgan quyon, g'ururlanib ketgan bo'ri, ko'zini yumib osmonga qarab qo'shiqni boshlabdi. Bog'ara qo'ysam qadam, gulg'uncha qolmay xandadur. Qomatingdan sarvi gulvoyay, arqatingga bandadur. Qo'shig'ini aytib shunday qarasa, quyon davni quyonni rasmini chizib, bo'rining oldiga kichkina sabchasini qo'yib ketgan ekan. Shunda bo'ri o'zini boshiga bitta urib, yaramas, ota buvang qassob o'tgan, qassobchilik qilsang o'lasanmi? Senga shou biznesda balo bormi degan ekanda.
Tushundingmi? San'atni o'qib, san'at yo'liga ketadiganlar to'g'ri qilyapti. Ijodiga omad, muvaffaqiyat tilab qolaman. Jonli ijro doim hamma joyda jonli ijro xalqqa ma'qul va manzur bo'lgan. Albatta. E'lon qilib aytib bersa, aytaver, farqi yo'q. Marhamat, qarshi oling. Qarshingizda Qoraqalpog'iston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti, Mozoriston xalq artisti. Ha, unga bor hali, ha? O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamovni o'gay bojasi O'roq Tesha. Qani? Sho'xroqdan bor sho'xroq. Kayfiyatini ko'tarish. Janon bo'laman deb hamani kuydirasammi? Vangillamang. Bu faqirlarni yana yondirasam. Tabik shirikim 100 yilga davr mana shundoq turasammi? Yosh boshing bilan har yerda yolg'iz yurasammi? Ey mehri hilol ko'chasidan o'tmagan kirvoy aşyavra Xola vangillamasa aytalmas ekan bu kishi. Bitta guldiroz qarsanglar. O'zbek san'atiga. Rahmat. Davom etamiz. Sevinch xonim Ismoilova. Gömürcümü kara gözlerin sana gömürcümü kara gözlerin sana eselçimi sözlerin sana aklımı ap koyadı oynagan gözlerin sana. Hani kiyeti bir gelişe Yalgancı yarım, sözleri balım İzinde yürüp kalmadı halım Gördüm o hali, oldum kudeli Ellerim uçlamadı, başkası heli Gördüm o hali, oldum kudeli Ellerim uçlamadı, başkası heli Gömürcümü, kara gözlerin seni Gömürcümü, kara gözlerin seni Eselçimi, sözlerin seni Aklımla af koyadı oynamak gözlerin seni Gömürcümü, kara gözlerin seni Gömürcümü, kara gözlerin seni Eselçimi, sözlerin seni Aklımla af koyadı oynamak gözlerin seni Oynamız birlikte Geçin hoş geldin Nani hoş ko'raman Sözleri bana gelindi yana Hayalim sende ahır gitme yumana Gördüm o hali oldum kudeli Ellerim uçlamadı başkası heli Gördüm o hali oldum kudeli Ellerim uçlamadı başkası heli Gömürcümü, kara gözlerin seni Gömürcümü, kara gözlerin seni Eselçimi, sözlerin seni Aklımla af koyadı oynamak gözlerin seni Gömürcümü, kara gözlerin seni Gömürcümü, kara gözlerin seni Eselçimi, sözlerin seni Aklımla af koyadı oynamak gözlerin seni
Mana endi sizlar uchun biz yana pozitiv kayfiyatda davom etamiz. Qani ketdik. Qarshini bag'larida tushdi uzun. Mana gap attı boylari bir uzun. Qarshini bag'larida tushdi uzun. Mana gap attı boylari bir uzun. Surxonni balasini, gözümni qarasini, dardimni charasini, uchradim belasini. Surxonni balasini, gözümni qarasini, dardimni charasini, uchradim belasini. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Her xeyli bahane tip gepler atar. Sözlegen sözlerinden katı batar. Her xeyli bahane tip gepler atar. Sözlegen sözlerinden katı batar. Surxonni balasını, gözümni qarasini, dardimni charasini, uchradim belasini. Surxonni balasini, gözümni qarasini, dardimni charasini, uchradim belasini. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Candı yürek yanar, hacivinde bara bara. Yüreğimle çala çala, örgetti bara bara. Rahmat. Rahmat. Navbatdagi taronamiz sizlarni ham, shaxsan o'zimni ham ko'nglimdan chuqur joy olgan taronam bo'ladi. Marhamat, biz davom etamiz. Yüreğim sağınğanda baramanda.
Rahmat. Har bitta insonni hayotida o'zini ota-onasi katta o'ringa ega bo'ladi. Ota-onalarimiz biz uchun eng samimiy, eng mehri haqiqiy, eng yaqin insonlarimiz. Rahmat. Shu yerda ham men uchun qadrli, meni samimiy mehribonlarim, ota-onalarim mana shu yerda o'tirishibdi. Rahmat. Xursand bo'ldim. Rahmat. Agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, shu ota-onam uchun bitta chiroyli qarsaklarni ayamasanglar. Borlaringizga shukr. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarga doim rahmat aytaman, bilasizlarmi? Men shu narsani qilaman desam, bo'ldi, qil, davay, senda o'xshaydi, zo'r bo'ladi deydi. Bu narsani qilaman desam, bo'ldi, qil, senda zo'r bo'ladi deydi. Haqiqiy motivatsiyani odam ota-onasidan oladi. Men rahmat. Nimani xohlasam, bo'ldi, senda zo'r bo'ladi deb meni har doim qo'llab-quvvatlaganinglar uchun, mehringlarni ayamaganinglar uchun, meni sevganinglar uchun rahmat. Endi shu ota-onalarimiz uchun yangi ashulamizni ijro qilib bersamiz sizlarga. Bemalol o'ynab, bemalol kulib, mazza qilib mehmon bo'lib o'tiringlar. Marhamat, sizlar uchun. Qani keting! Yagonam desammi, onamni, g'amxo'rim desammi, otamni. Men uchun dunyo boylik kerakmas. Baxtimga sop bo'lsalar bas. Baxtimga sop bo'lsalar bas. Suyanganim otam, suyanganim otam, erkalatib mehr beradi. Mehribonim onam, mehribonim onam, ko'p narsalar olib beradi. Suyanganim otam, suyanganim otam, erkalatib mehr beradi. Mehribonim onam, cheksiz mehri onam, ko'p narsalar olib beradi. O'yinimiz birgalikda mana.
boshida gulni berishim kerak edi. Keyin davom ettirishimiz kerak edi. Mayli. Hechdan ko'ra hechdirmidi? Rahmat, men xursandman. Sizlarning farzandinglar ekanimdan har doim faxrlanganman va yana ham faxrlanaman. Sog' bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sahnaga mana bitta xorazmchasiga yetganda og'am bor. Shu og'amni men sahnaga taklif qilmoqchiman. Sizlar eshitgan taronalarimizni hammasini yozgan bitta og'amiz bor. Bizning aranjirovchimiz. Ortiq og'a, marhamat. Sizni sahnamizga taklif etaman. Hayajonda. Ko'pchilik taniydi. Rahmat og'a. Qashqadaryo, Surxondaryo, Go'mirjimi, Qoraqalpog'im, O'zbegim, hammasini mana shu inson yozib berganlar bizga. Taronalarimiz. Endi shu o'rinda sizga sovg'amiz bor. Tezroq. To'xtang. Sizga yana bir marta rahmat aytaman. Shu zo'r hit qo'shiqlar yozishda charchamang. Rosa uyalchang odam. Yo, chiqmayman dedi. Hammamizni shunaqa samimiylik, shunaqa kamtarlik tark etmasin azizlar. Endi hozirgi sizlar uchun ijro qiladigan qo'shig'imiz ham uje hamma muxlislarimiz qalbidan o'rin olib bo'lgan ashulamiz. Sizlar sevadigan va men ham sevgan ashulalarimiz sizlar uchun yana davom etadi. Marhamat, qani keting. Salam sizga odamlar. Qara qalbak xorazmdan salom bor. Salam sizga odamlar. Qara qalbak xorazmdan salom bor. To'y bersangiz borarman siz tomonlar. To'y bersangiz borarman siz tomonlar. Qara qalbog'im. Qara qalbog'im. Qara qalbog'im. O'zbegimni g'ururi bor qonimda. Onamdayin yuragimda, jonimda. Maqsad yuray har kimda, har onamda. Maqsad yuray har kimda, har onamda. Mani o'zbegim, mani o'zbegim o'zimni. 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 Ay yigitlar! Qani eshitmadi? Epale! Opa! Mani o'zbegim o'zimni. Mani o'zbegim, mani o'zbegim o'zimni.
yoshlari bilan bizani yo'qlab bugun kelganingiz uchun ham rahmat aytib qolamiz sizga. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Endi shu o'rinda sizlarga mani qadrdonlarim, mani do'stlarim, hamkasb akalarim, opalarimni tanishtirib o'tsam. Janob Rasul. Do'ris, men sizni og'am deganman. Nima bizani masalamiz bo'lsa, rahmat qizlar. Sog' bo'linglar, rahmat. Kichkintoyim. Nimani maslahat qilishimiz kerak bo'lsa san'at sohasida bemalol men chiqa olaman shu insonga. Rahmat. Bugun o'zi konsertni ham hamma narsasini pashtis bilan maslahatlashdi. Rahmat og'a, sog' bo'ling. Xursandman kelganingizdan. Men uchun yana bitta ustozdek bo'lib qolgan og'amiz Jahongir Poziljonov bojalar. Qarang, bugun balkon deb qaysi joyda baqirsam ekan, shart emas. Siz borsiz, balkon deb turadigan. Qani balkon? Zo'r, rahmat ustoz, kelganingizdan xursandman. Ham ustozimiz, ham akamiz. Rahmat, katta rahmat. Xorazmdan asalgina, shiringina opamiz Xurshida xonim Eshniyozova, ham ustoz, ham opa bizaga. Rahmat. San'atda mana erkak odamlardan, erkak ustozlarimizdan, og'alarimizdan Janob Rasul akamiz bilan maslahatlashsam, ayollarimizdan Xurshida xonim Eshniyozova bilan dam-badam maslahatlashib turamiz. Rahmat. Hayajonni qanaqa qilib yengishni sekretlarini o'rgatadilar bizga. Rahmat. Xush kelibsiz. Xursandman sizni ko'rganimdan bugun. Endi shu yerda men uchun yana bitta qadrli opam bor. Men yana bitta ustozlarimiz qatoriga bemalol kirita olaman, chunki mendan ancha yillar oldin boshlaganlar san'atni va albatta ularning ijod yo'lini juda ham hurmat qilganman, juda ham yaxshi ko'raman. To'g'risini aytsam, qo'shiqlarini haqiqatan ham muxlisman. Mana o'zim. Gulinur! Rahmat. Men juda ham xursandman bugun kelganingizdan. Men uchun juda ham syurpriz bo'ldi. Rosa kutdim. Oxirgi daqiqalarda meni xursand qildingiz. Rahmat. Xursandman. Shu o'rinda bizani Xorazmdan, og'alarimizdan Esikpol teleradio kompaniyasini bosh direktori Sardor og'amiz ham shu yerda. Xush kelibsiz. Xursandman. Hamma podдержка etasiz. Rahmat. Sizlar yaxshi ko'rib tomosha qiladigan kliplarni shu yerda muallifi bor. Bu insonni tanishtirmaslikning umuman iloji yo'q. Ikrom Ali akamiz, rahmat. Sizni ko'pchilik taniydi. Tanishtirish ham shart emas. Rahmat, kelganingizdan xursandman. Bahora Arslonova. Rahmat. Bu yerda juda ham ko'pchilik san'atkor opalarimiz, akalarimiz bor. Shu o'rinda Afruza. Qani qarsagilar eshilmadi? Rahmat. Kelganingizdan juda ham xursandman. Mashhur opamiz, marhamat. Qarsagilarni ayamaysizlar. Xursandman. Sog' bo'ling. Yana bitta inson bor. Bekzod og'amiz Ismoilov. Xursandman kelganingizdan. Katta rahmat. Yana bitta inson bor. Men bemalol san'atkorlar ichida har qanaqangi hazil-huzullar qilib hazillasha oladigan inson borda bu davrada. Bu insonni ham sizlarga tanishtirib o'tmasam bo'lmaydi. Osmon Navro'zov. Rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Xursandman sizni ko'rganimdan. Akalarimiz juda ham ko'p. Iskandar akamiz Surxondaryo viloyatidan. Xush kelibsiz. Endi sizlar uchun yana davom ettirishdan oldin bitta insonni tanishtirmoqchiman. Men o'zi litseyda o'qiganman, ya'ni boshqa yo'nalishda o'qiganman, ta'lim olganman.
2 akademik litseyda Xorazm viloyatida san'atga meni haqiqatan qiziqtira olgan, senda shunaqa talant bor, sen sahna uchun yaratilgansan degan inson bor. Shu yerda meni ustozim, mehribon domlamiz, mehribon ustozimiz. Rahmat, xush kelibsiz. Xursandman, ustoz. Haqiqatan to'g'ri aytgan ekansiz. Meni to'g'ri yo'naltirgan ekansiz. Sizdan minnatdorman. Rahmat. Endi davom ettiramizmi? Marhamat, sizlar uchun qo'shiqlarimiz davom etadi. Qani ketdik. Erkek ayımsan, değişini sağındım. Güzel ayımsan, değişini sağındım. Erkek ayımsan, değişini sağındım. Güzel ayımsan, değişini sağındım. Kaçan gelersen, yanımda kolu uçlaşıp kaçan yürersen, bahar ötü yaz ötedi ve de verersen, şu hafta gelmesen beni düşte görersen, tam şu hafta gelmesen düşte görersen, erkek ayımsan, değişini sağındım, güzel ayımsan, değişini sağındım, erkek ayımsan, değişini sağındım, güzel ayımsan, değişini sağındım. Sıra seni bitmedi bu işlerin, 5 yıl buldu yeter şunca işledin. Sen gereksen bana dünya gerekmez, gel yanıma eritin teşvişleri. Sen gereksen malı dünya gerekmez, gel yanıma eritin teşvişleri. Erkek ayımsan, değişini sağındım, güzel ayımsan, değişini sağındım. 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 Erkek ayımsan. Voy 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 voy. Rahmat. Yigitlarimiz Shahzoda raqs ansambli, qizlarimiz esa Malika raqs ansambli. Qarsagilarni ayamaysizlar. Rahmat. Endi hozir sizlarga yana bitta narsani aytmoqchiman. Bugun o'zi sizlar uchun yangiliklar, syurprizlarni ko'p qilishga harakat qildik. Aynan hozirgi qo'shiq ham sizlarni kuttirgan taronalarimizdan desak ham bo'ladi. Hamma kutdi. Qachon ijro qilinishini aynan bugunga nasib qilgan ekan. Yangi qo'shiq, yangi duet sizlar uchun. Eshitilmadi duet. Shu insonman sahnamizga taklif qilmoqchiman. Mana duetdoshim Alisher Bayniyazov. Kurdum kaldım hayrana, Mekrim canlana ey yara, Kur'an kullandı zili. okşattın mı cayrana? Vallahi
Аяқлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Aşıklar çok aylanğan, yoluqdın sen qaylardan. Qarı qoysan tayyarman, qaramazsan bayranman. Көрдім қалдым қайрана, мәккар шаннан айара. Туран құланды зелі, шабысқан сен шайрана. Gördün kaldın hayrana, məkrim canlana ayyara. Turan yelinin şox qəzi, oxşatdın mı cayrana? Тауыз құстай тауланған, қиял жіпсіз байланған. Хайран, хайран, айраным, шөлде жүзген жиранам. Tavus quşday tavlanğan, hayalım yipsiz baylanğan. Hayran, hayran, hayranım, aşıqsan ey hayyara. Көрдім қалдым қайрана, мәккар шаннан айара. Туран құланды зелі, шабысқан сен шайрана. Gördün kaldın hayrana, məkrim canlana ayyara. Turan yelinin şox qəzi, oxşatdın mı cayrana? Көрдім қалдым қайрана, мәккар шаннан айара. Туран құланды зелі, шабысқан сен шайрана. Gördün kaldın hayrana, məkrim canlana ayyara. Turan yelinin şox qəzi, oxşatdın mı cayrana? Alisher Bayniyazov. Assalomu alaykum og'aylar, mehmonlar, qonaqlar, ustozlarimiz. Sevinch do'stim, birinchi marta berayotgan konserting o'ng bo'lsin. Har doim usunday konsert berib, javdirab kulib yurib, hammamizga nasib etsin. Hammaga rahmat. Qoraqalpog'istondan hammaga shovli salom. Bana do'stim Alisher Bayniyazov. Rahmat Alisher. Bravo! Bravo! Sevinch xonim Ismoilova! Bravo! Bravo! Siz borsiz, siz keldingiz. Endi men bemalol tanaffus qilsam bo'ladi. Siz bor, sahna yonadi xudo xolasa. Xohlagancha bemalol dam olishingiz, choy ichishingiz mumkin. 1 soatingiz 1 soat tortib beraman xudo xolasa. Yo'q, ja 1 soat emas, muxlislarimizni kuttirmaymiz. Albatta, albatta. Men bo'lmasa ketdim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qarsagina bo'lsin. Mana shu davraga chiqqanim hamon turli sirli nigohlar boqar men tomon. Bilaman kim mezbon, kimlardir mehmon. Assalomu alaykum mezbon mehmon. Nigohlaringizni jamlab, kunlaringizni to'plab, sirlaringizga ho'p-ho'plab, qarshingizda turibman qo'shqo'llab, niyatim doim sog' bo'ling omon, tark etmasin sizni tinchlik va orom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sevinchxonni muxlislari! Omon bo'linglar. Qarsa chalganlar uyida o'g'illar tug'ilsin, chalmaganlarda faqat qizlar tug'ilaversin, o'zingizlardan ko'ringlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatli yaxshiman. Men demak konsert sarayida o'tirgan ayollarimizga, opa-singillarimizga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli opa-singillar, muzika bo'lgan paytda davraga chiqib o'yin kulgi qilinglar. Sizlar erkaklarga qaramanglar. Erkaklarga raqs, paqs kerak emas. Ular sevinchni ko'rib, mana shunaqa energiya o'tiribdi ular. deb o'tiribman bunday qilib. Sizlar raqsga tushinglar. Sababi nari beri 2 soat vaqtinglar bor. 2 soatdagi uyda Idishtoq universiteti mana shunday kutib sizlarni. Hali uyda degan maxluq bor, qaynona degan ajdaho bor. Voy nima deyapman o'zim. Hali ular konsert kelgan paytinglarda qorni ochib qolgan bo'lsa, ko'radiganlar ko'ringlar. Hali konsertda 1 yildan bo'loq qiladi. O'shaning uchun bizga ting etish bilan davraga chiqib, o'yin kulgi qilinglar, mazza qilinglar. Xo'p, men nima uchun chiqdim? Navo show bo'ladi, duel bo'ladi. Bugun men hozir mana shu muxlislarning orasidan
Sevinch xonim Ismoilovani qo'shig'ini qoyil qilib aytadigan 10 ta ishtirokchini davraga taklif qilmoqchiman. Yuragida o'tib borlar bormi? Sevinch xonning ashulasini aytaman, o'zida aytaman, o'zidan o'tkazib yuboraman deganlar bormi? 10 ta odam menga ashula aytishni biladigan chiqsin, she'r aytadigan chiqmasin yana. Boqqa kirsam mayli, gullar tersam mayli. Ashula aytishni bilasanmi? Sochingni o'xshab turibdi, ashulachiga o'xshayapsan o'zi. Chiq. Kep. Ana. Qani? 10 ta. Yo, yosh bolalar kerak emas. Yo, kattalar kerak emas. Jo'jalar kerak emas. Marhamat, orqaroq turamiz, orqaroq. Keling, kattalar kerak emas, kattalar. 3 ta bo'ldik. Ha? Men qizli ko'proq bo'ladi deb o'yladim. Yigitlar yugurib chiqyapti bu yerda. Qani? Qizlar bormi? Sevinch xon ashulasini zo'r aytadigan qizlar. Yo, jo'jalar kerak emas, kattalar kerak bizga. Kelinglar, qani qator bo'lib turib olaylikchi. Bo'ldi. Nechta bo'ldik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yana 2 ta. Keling qizim, keling. Yana qizlardan kim bor? Mana. O'zimga o'xshagan do'mboqina. Keling. Kim qo'qli, do'mboq qo'qli. Ha, arriq bo'lsa yo zahar bo'ladi, yo kasal bo'ladi deydi, turib oling. Keling. Xo'p. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, biz Sevinch xonning ashulasini aytishimiz kerak bo'ladi. Kim zo'r aytsa, Sevinch xon bilan ichkarida rasmga tushish, avtograf olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tayyormisizlar? Bu sahnaga kimlar chiqmagan? Voydod, qancha san'atkorlar chiqolmay yuribdi. Sizlar mana shunda chiqdinglar, qo'ydinglar. Kayfiyatingiz yaxshimi? Omonmisiz? O'zbek tilini bilasizmi o'zi? Niho deb gapirib yuborishim ozgina qoldida. Xo'p, Sevinch xon qaysi ashulasini aytasiz? Qashqadaryo. Bo'ldi, kelishik. Sozandalar tayyormisizlar? Bular notasiga tushishga harakat qilamiz. Ketdik. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda bo'lar. Gap otadi yomonda, yo'lni O'zingiz qayerdansiz? O'zingiz? Turgan joyim Surxondaryo, Toshkentda yashayman. Aha, o'zingiz Surxondaryodansiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Juda go'zal, juda chiroyli. Siz bilan alohida gaplashamiz. Chunki endi siz yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ayting, xohlaganingizni ayting, farqi yo'q. Boshqa ashulasini aytsangiz ham mayli, ayting. Gulistondanman, ismim Sitora. Gumarjima qo'shig'ini aytmoqchiman. Gumarjima, qara ko'zlaring sani, gumarjima, qap-qara ko'zlaring sani, asalchimi, so'zlaring sani, aqlimni olib qo'yadi, o'ylama ko'zlaring sani. Zo'r. Borgan sari yaxshilanib boryapti. Ahvol chatoq. Qayerdansiz? Sirdaryo viloyati. Sirdaryoliklar. Yig'ilibmiz rosa. Sirdaryo. Ikki tomonda oppoq gul, o'rtada qop-qora tukabi o'zim turibman kostyumasi. Ketdik. Qoraqalpoq yangi qo'shiqlar. Ketdik. Qoraqalpoqda aytamiz, ha. Salam sizga azamlar. Qoraqalpoq Xorazmdan salam bor. Salam sizga odamlar. Qoraqalpoq Sirdaryodan salam bor. To'y bersangiz borarman siz tomonlar. To'y bersangiz borarman siz tomonlar. Ah qara qalpog'im. Eh qara qalpog'im. Zo'r. Qoyil qoldim lekin. Ashula Sevinchniki, lekin o'zi Hosilapoga o'xshar ekan. Xat harakatlar ayniqsa qoyil lekin. Men boshi maza qildim. Bolalar vaziyat og'ir. Qizlar bitta kalla qo'ya qadar tashladi hammani. Biz ham o'shadan qolishmasdan aytishimiz kerak bo'ladi. Ketdik. Nimani aytamiz? Qashqadaryo, ketdik. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda sana bolalar gap otadi yomonda, Xorazmdan salom aytding salomda, qo'shiq aytib bording bizlar tomona. Qashqadaryo. Stop. Baraka topgir, sen o'zingga boslab aytmagin, hali baqiradigan joyi qani? Qashqadaryo deydigan joyi qani? Ketdik o'sha baqiradigan joyda olam. Baqiradigan mikrofon bermayman. Baqiradigan joyda. Ha. Qashqadaryo. O zo'r joy o'sha joyda o'zi. Bir ton, ikki ton sal pastdan chalib oling iltimos. Hozir qistir bo'lsa ham deydi hozir hali. Ha. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda sana
qarsak chalib qo'yamiz, yomon emas. Tog'a, kayfiyatli yaxshimi? Qayerdasiz? Qashqadaryo. Qamashi, chiroqchi? Qamashni. Qamashi bittadan bilaman-da. O'zim ko'p boraman yoqqa. Ketdik. Yaxshilab, menga bosh kerak emas. Menga ana shu avji kerak, ana shu avji. Qashqadaryo degan odam yuragi jiz etib ketadi-yu. Ha. Ketdik. Qashqadaryo. Hoy. Tepaga, pastga emas. Qashqadaryo deb pastga deb. Qashqadaryo. Qashqadaryo. Surxondaryo tomonga. Qoch ko'zim ko'raman, qachon. Qamashini sharmanda qildik. Sonlaringiz yaxshimi, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ko'rinishdan san'atkorga o'xshayapsiz. Qayerdansiz? Qarshi. Nima ish qilasiz? Kasbingiz nima? O'qiyman, sharqshunoslikda. Sharqshunoslik, opasi, juda yapasi. Bular ko'p til biladi-da. Qarg'iganda o'sha tillarda qarg'iydi, tushunmaysiz, o'tiraverasiz. Ketdik. Nima aytamiz? Voy, Odam qo'rqitmang unaqa. Oymomoni bolasi. Ketdik. Jonlarima deydi, qarab qo'lima gullar berdi. O'rab mani tanishlarimdan so'rab. Jonlarima deydi, qarab. Zo'r. Qashqadaryoni avjini olib bering. Jinskiy tonalizda har erkaklar ayta olmayapti. Qashqadaryo deb bitta baqirib bering. Ketdik. Qashqadaryo. Dahshat, davleniya zo'r. Qara lekin bola. Barbon ko'ziga tiq qo'lam yaxshi aytmasang. Sochlari hopizga o'xshab tarab chiqibdi. Qara lekin. Qayerdansan? Namangandan. Bo'ldi, kelishdik. Namanganliklar bor ekan mana. Vajat. Ketdik. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga ballar gap atadi yomonda Xorazmdan. Salam aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Shu Qashqadaryoda ozgina yetmayapti-da, shuni Namangan deb ayt shuni. Ha, Namanganda. Namangandan. Qoch, yoqmadi, qoch. Namanganda deb yumshoq aytishni qiladi. Chinqirib, baqirib aytish kerak. Qayerdansiz? Jizzax. Jizzaxliklar ham ko'p ekan. Kasbingiz nima ish qilasiz? Biznes qilaman. Biznesmen. Ko'rinishdan sportsmenga o'xshayapsiz-da. Schwarzeneggerga o'xshar ekan ma'lumotlar ayniqsa. Lekin ashulani zo'r aytadi bunaqa jağı katta odamlar. Ketdik. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda mana balla. Nima edi? Bunaqa ashula aytsangiz, bironta qiz erga tegmaysiz, o'lay agar. Qo'rqib ket. Qani kasb shimlaringizdan san'atkorga o'xshayapsiz. Taksiman. Yaxshi. Taksichilar bormi? 75 Bu kiyib olganda qaranglar, taksichiman deydi. Uncha san'atkorda yaxshi kiyib olgansiz, gap yo'q. Qani taksichilar ham bir aytsin, sizlar hali Toshkentga kelgancha eshitasizlar, yodlab olgansiz ham. Ketdik. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga qizlar gap atadi yomonda Xorazmman. Salam aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Qashqadaryo, Surxondaryo. Mashinani haydab bor, qochib ko'zim ko'raman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, salomatmisiz, kayfiyatlar? Menga o'sha avji kerak. Shu avjini hech ayta olmayapti. Qaysi ashula aytamiz? Qashqadaryo. Baland ayting. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda sana bolalar gap otadi yomonda Xorazmdan. Salam aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Bravo, men qo'yil qo'layapman. Kim bo'lsa ham zo'r aytyapti, adashmasdan aytyapti. Xo'sh. Ovoz qayerdan chiqar ekan deyapman-da. Knopkang bo'lsa ayt bosib qo'ying. Yaxshilab aytasanmi? Ketdik. Shu Qashqadaryo qo'shig'im. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga qizlar gap otadi yomonda Xorazmdan. Salam aytib salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Surxondaryo tomonda menga qizlar gap otadi yomonda Xorazmdan. Salam aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona.
Qashqadaryo. Молодец, zo'r. Kichkina bo'lsang ham yomon ekansan sen, молодец. Iye, assalomu alaykum, omonmiz, salomatmiz, kayfiyatlaringiz. Siz nima ish qilasiz? Doirachi. Qani eshitaylikchi. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga qizlar gap otadi yomonda Xorazmdan. Salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga qizlar gap otadi yomonda Xorazmdan. Salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim Toshkent tomonga. Bravo. Juda chiroyli ovozingiz bor ekan. Doirachi bo'lsangiz ham Ibragim Tatlisasiga o'xshab aytar ekansiz. Qoyil, omon bo'ling. Endi o'rtoqlar, hammasi zo'r aytyapti. Kim g'olibligini sizlarning qarsaginglar bilan aniqlaymiz endi. Yordam berib borasizlar menga. Birinchi qarsaginglar mana bu qizimizga. Bo'ladi, yomon emas. Bu qizimizga. Bu qizimizga. Kechirasiz. Siz bir qadam oldinga chiqib turing, sizga yaxshi bo'ldi hozir. Mana bu yigitimizga qarsaginglar. Bu yigitimizga qarsaginglar. Dahshat. Bu qizimizga qarsaginglar. Sizga ham yomon emas, chiqing, sal o'rtaga chiqamiz. Bu yigitimizga qarsaginglar. Namangan, yomon emas Namanganga ham. Jizzaxga qarsak. Deyishdi. Taksi 75. Bu yigitimizga qarsaginglar. Молодец. Bu yigitimizga qarsaginglar. Xo'p, zo'r. Demak, mana shundan buyog'ini g'olib deb e'lon qilsak bo'lar ekan. Sizlarga katta rahmat. Joy-joylarni egallab olishingiz mumkin. Siz bu yoqqa keling. Sizlar demak, biz sizlarni g'olib deb e'lon qilamiz. Mana shu yigitlarga alohida bir bo'ldi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat. Hamma qisalaringdan sani. Xo'p, sizlarni tabriklayman. Sizlarni xalq g'olib deb e'lon qilindi. Ana endi hammanglarni sahnaning o'rtasiga taklif qilaman. Suratga tushib olasizlar, xudo xohlasa, keyin joylarni egallab olasiz. Marhamat. Qarsaginglar bo'lsin! Azizlar, demak, konsertimiz davom etadi. Men zo'r hurmat ehtirom bilan siz sevgan, siz yaxshi ko'rgan, chin dildan demak bugun konsertiga tushaman, mazza qilaman, dam olaman degan aziz san'atkorimizni sahnaga taklif qilishga tayyorman. Sizlar ham tayyormisizlar kutib olishga? Boyagi gap, hurmatli opa-singillar, joylarda o'tirmanglar. Mana shu bu yoqqa chiqishinglar shart emas. O'sha yo'laklarda bemalol o'yin-kulgi qilib mazza qilinglar. Bunaqa kun har doim bo'lmaydi. Bugun Sevinchxonning hayotida unutilmas kun. Bugun Sevinchxonning hayotida o'chmas kun. Sababi ilk konsert dasturi. Birinchi konsert qo'yish juda ham qiyin. Yaqinda bir yosh san'atkor konsert qo'ydi, men boshlovchilik qildim. Birinchi ashulani aytishini o'zida 20 ta gul chiqdi sahnaga. Lekin kayfiyati yo'q. Men aytdim, nimaga xafasan? 20 ta gul chiqdi, birinchi ashulada yo'q desam, aka, men 30 taga pul beruvdim-da deydi, qarang. Lekin bugun Sevinchxonning muxlislari unaqa emas. Sevinchxonning muxlislari haqiqiy muxlislar. Haqiqiy gullarni olib kelishgan, yurakdan kelishgan. Mana shu oldi qatorda o'tirgan o'zbek estradasining yorqin yulduzlarining o'tirishi ham shu nimadan darak beryaptiki, mana shu menga ham bor ekan gul. Ana, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Rahmat, boringizga shukr, sog' bo'ling. Bu nimadan darak beradi? Bu ham bo'lsa, mana shu Sevinchxonning muxlislari orasida tan olinganligini, san'atkorlarning orasida ham tan olinganligini belgisi. Shunday ekan, qo'linglar bo'sh bo'lsa, guldiroz qarsaklarni qarsaklar chalib berasizlar. Sizlarni ko'p kuttirmayman. Xalqimiz sevimli san'atkori, estradamizning yorqin yulduzi Sevinchxon Ismoilova!
indim bana. Gapim yok meni sana. Canıma değme, yanıma gelme, koyun koy sana. Öcüşme bana. Gapim yok meni sana. Canıma değme, yanıma gelme, koyun koy sana. Barmıyman, gepine kulak salmıyman. Aldama oynama sinema beni, sensiz emilip kalmıyman. Çakırma barmıyman, gepine kulak salmıyman. Aldama oynama sinema beni, sensiz ölüp kalmıyman. Öceşme indim bana, gepim yok mu sana. Canıma değme, yanıma gelme, koyun koy sana. Öceşme bana, gepim yok mu sana. Canıma değme, yanıma gelme, koyun koy sana. Öceşme indim bana, gepim yok mu sana. Canıma değme, yanıma gelme, koyun koy sana. Öceşme bana, gepim yok mu sana. Canıma değme, yanıma gelme, koyun koy sana. mehrlaringizga ko'z tegmasin deyman. Negadir meni energiyam ozgina kamaydi. Zo'r. Endi zo'r. Ana telefonni zaryadkaga qo'yadi-yu. U 1 soatda oladi. Men sekundda oldim zaryadlardan. Rahmat. Sog' bo'linglar hamisha baxtimga. Endi men sizlarga bugun bitta narsani, ya'ni hayotimda bo'lib o'tgan haqiqiy tarixiy kun, eng esda qoladigan voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Bolalardan iltimos qilgan bo'ladim, ozgina pastroq, ozgina. Zo'r. Yo'q, eshitib turing, ozgina pastroq biroz. Shu voqeani sizlarga aytib bermoqchiman. Bundan 2 yil oldin biz bitta qo'shig'imizga klip syomka olishimiz uchun yo'lga chiqishimiz kerak edi. Men o'shanda yo'q, chiqmayman yo'lga, bo'ldi. Men aniq qaror qabul qildim. Hammasi aniq dedim. Ya'ni qanaqa qaror? Bo'ldi, san'atni to'xtatgan qarorim. Ha, haqiqatdan men 2 yil oldin san'atni to'xtatgandim. Men o'shanda meni aldab, so'ndab, amallab yo'lga olib chiqishdi. Ya'ni bitta odam olib chiqdi. Yo'lda aytdi, yaxshi gap ham aytdi, urishdi ham. Yur boraylik, shu klipni syomkasiga bizdan hech narsa ketmaydi-ku dedi. Keyin yo'q, bormayman, bo'ldi, san'at to'xtatdim. Menga klip nimaga kerak? Men uje tugatdim dedim-da. Keyin yo'q, keyin shu qo'shig'imiz o'zi qolib ketmasin. Qilaylik klip dedi-da. Keyin yo'q deyaverdim. Oxiri bitta gap aytdi. Allohning mo'jizasiga ishonasanmi dedi. Ha dedim. Xo'p, senda o'xshamabdi, xo'p, senda bo'lmabdi. Balkim hozirgi eshik keyingi xonaga o'tuvchi eshikdir. Balkim hozir endi boshlanayotgandir degan gaplarni aytib, qo'llarimizni birgalikda duoga ochib, Allohga va'da berdik. Borib shu klipni tushamiz deb. Mayli, hech bo'lmasa shu klipni tush, menda esdalikka qolsin, shuncha yilga halol mehnatim men uchun esdalikka qolsin. Efirga bermaymiz. Shu qo'shiqni ham, klipni ham hech kim eshitmaydi, hech kim bilmaydi, faqat menda qolsin dedi. Xo'p dedim. Endi qarorim qat'iy, san'atni to'xtatganman, to'ylar ham olinmagan. Xo'p dedim. Bordik, klipni syomkasiga tushdik, qaytdik. Qo'shiq bilan birgalikda menga aytmasdan premyera qilishdi. O'sha inson shu paytda o'sha sevinchni, sizlar hozir sahnada ko'rib turgan sevinchni, sizlar yaxshi ko'radigan sevinchni mana shunaqa qilib ushlab qo'ygan, ishontirib bilgan odamni men hozir sahnaga taklif qilmoqchiman.
agar sizlar meni qo'llab-quvvatlab tursanglar. Shohruh aka keling sahnaga. Shohruh aka. Keling, keling. Rahmat. O'sha paytda mana shunaqa qilib ketgan, urib tugagan odamni mana shunaqa qilib ushlab qolganingiz uchun shu bugungacha mana shu inson menga motivatsiya beradi. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Endi eng qiziq joyini aytaymi? Bu qo'shiq sizlar sevgan, men sevgan va o'sha sevinchni mana shu sahnaga qaytara olgan qo'shiq Qashqadaryo Surxondaryo taronasi. Haqiqatan ham Alloh mo'jizasi bor. Ishoninglar. Men bugun mana shu sahnada bo'lmasligim mumkin edi, katta ehtimol bilan. Chunki men o'sha san'atni to'xtatgan inson edim, lekin mo'jiza bor. Katta rahmat. Bugun yig'lamayman deb o'zimga so'z bergandim. Men yig'layotganim yo'q, men xursand bo'lyapman. Bu ko'z yoshlarim xursand ko'z yoshlari. Baxtimga hamisha sog' bo'linglar. Sizlarni shunchaki shartsiz yaxshi ko'raman. Sizlarni Allohdan so'raganman, shunaqa muxlislarim bo'lishini, shu sahnada bo'lishimni. Hammasi uchun tashakkur. Rahmat. Meni qadrdonlarim, sizlarni xursandman ko'rib turganimdan. Rahmat. Mana bitta-yu bitta xolajonim. Rahmat, kelganingizdan xursandman. Endi nima qilasizlar? Baribir ayolmiz, qiz bolamiz, baribir yig'laymiz endi, uzr so'rayman sizlardan. Agar boya konsertimiz boshlanmasidan oldin bitta gap aytishdida, meni sal narsaga настроением tushadi, sal narsaga настроением zo'r bo'lib ketadigan odatim bor-da, keyin sevinch dedi. Ha desam, bugun nima bo'lishidan qat'iy nazar, seni настроениең umuman tushmasligi kerak, chunki bugun seni kuning dedi. Rahmat. Shunaqa bizani qadrli muxlislarimiz hamisha baxtimizga sog' bo'lsin. Surxondaryodan ekanlar, xush kelibsiz, xursandman. Rahmat. Endi bu qo'shiqni ijro qilmasak bo'lmaydi, to'g'rimi? Qaysi qo'shiqni aytamiz? Voy, ana, zaryadam tugab qoldi. Qani. Ketdik bo'lmasa. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga balla gap atadi yomanda. Xorazmdan salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda menga balla gap atadi yomanda. Xorazmdan salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona. Endi bu qo'shiqni o'ynamasam bo'lmaydi. 18 yoshim, qaqmadim
bo'ladi. Yaman yürek bağrım ezip gittin ey, məni aldab başqasına yettin ey. Hicranda yandım, azapta kaldım, neçün senin sözlerine işandım. Yaman yürek bağrım ezip gittin ey, məni aldab başqasına yettin ey. Hicranda yandım, azapta kaldım, neçün senin sözlerine işandım. Buldu, 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 seni öptüm gözün yaşa doldu. Buldu, 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 hicranında yürek tamam buldu. Buldu, 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 seni öptüm gözün yaşa doldu. Buldu, 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 hicranında yürek tamam buldu. Seni sevip sevgimizden geçmedim, geçmeyeyim de hatta kasam içmedim. Berba kılmadım, sevgim bilmedim, yaman yüreğim ezildi görmedim. Seni sevip sevgimizden geçmedim, geçmeyeyim de hatta kasam içmedim. Berba kılmadım, sevgim bilmedim, yaman yüreğim ezildi görmedim. Buldu, 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 seni öptüm gözün yaşa doldu. Buldu, 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 hicranında yürek tamam buldu. Buldu, 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 seni öptüm gözün yaşa doldu. Buldu, 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 hicranında yürek tamam buldu. Hey, rahmat. Sog' bo'linglar deymiz yana bir bor. Davom ettiramiz sizlar uchun. Gap keladi maydan maydan, madad tilay Xudaydan. Gap keladi maydan maydan, madad tilay Xudaydan. Hadisangiz muxlislar aytib berayim bir maydan. Davrada turgan haloyiq, endi bir suhbat qurayıq. Bugun bayram, bugun to'y, davri davran surayıq. Sevinç xandın konsertida kağıt aytib berayik. Kamaymasin davlati, o'saversin avlati. Bir maydan aytib berdik shu qizimizning hurmati. Qashqadaryo, Surxondaryoyi jonon, az Xorazmi, ko'hna salomi jo'shon, sho'xu bebo, shohbachchahoy voha, mehmonamman bahri shumo tarona. Qashqadaryo, Surxondaryoyi jonon, az Xorazmi, ko'hna salomi jo'shon, sho'xu bebo, shohbachchahoy voha, mehmonamman bahri shumo tarona.
شوخ و بی‌بو شاخ بچه های واقع میخوانم من بخری شما ترانه چی شد یک باره خیالم رو دوزید این شاخ بی سری دوره یک دلکم دک دک داره آخ چی شد یک باره خیالم رو دوزید این شاخ بی سری دوره عشق دریا سرخان دریای جانم از خوارزمی کخنه سلامی جوشم شوخ و بی‌بو شاخ بچه های واقع میخوانم من بخری شما yaxshi ko'raman sizlarni sostavim mani o yuragim mani qanotim mani deydi-yu. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun Xorazm elini to'yi desam ham bo'laveradi. Bugun singlimiz, shogirdimiz Sevinch Ismoilovani ilk konserti. Mani tilagim shuki, bugun xalq oldidan o'tadigan imtihonida omad tilayman, yuzi yorug' bo'lsin. Konsert juda ham go'zal bo'lib o'tishini istayman. Qo'shiqlari bor, o'ziga yarasha yo'nalishi bor. Mana hozir trendga chiqqan qo'shiqlari bor, ayniqsa yoshlar bor qo'shiqlari bor. Mana Olov Nur media studiyasining hamkorligida konsert tashkillashtirilgan. Olov Nur medianing ishlariga omad tilayman. Xudo xolasa, men ham keyingi yil Olov Nur media bilan konsert qo'yaman degan niyatim bor. Xudo xolasa, Sevinchxonga omad tilayman, konserti go'zal o'tsin, ustozlarning yo'lini bersin, bardavom bo'lsin konserti. Xurshida xonim eshityapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum. Jallomuslar. 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 Sevinchxonni bugun ilk konserti bilan tabriklayman. Singlim, shunday chiroyli dargohda, shunday chiroyli kunlar nasib qilgandan xursandman. Hozir ko'rib o'tiribmiz, konsert juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Allohim qo'llasin, yuzing yorug' bo'lsin, konsertlaring bardavom bo'lsin, oxirgisi bo'lmasin. Xudo xolasa, men xursandman, seni shunday muxlislaring borligidan xursandman. Endi shunday bir savol bo'ldi, hozir tug'ildi. Sevinchxon Ismoilova Xorazmchasiga ham aytadimi degan savol bo'ldi. To'g'rimi? Hozir shunday vaqt keldi. Mana atayin sen uchun Xorazmdan mana chiroyli milliy kiyimlarni olib kelganman. Qani bir o'zim giyib qo'ying. Yarashdimi? Kandoppani ham ki. Bu bizning haqiqiy Xorazmni milliy kiyimi. Mana pari chap tomonda turadi. Nechik? Endi Xorazmchasini aytib isbotlaysiz. Marhamat. Xorazmchasini eshitamizmi? Davrani yondirasiz. Şiş koşup bal veremem yeseniz, yürekimden cay veremem gelseniz.
koşup çay beremen içseniz, yürekinden cay beremen gelseniz. Hani kesik? Geç yollarında yüzlerim, zafer ana buldu kütük yüzlerim. İrteyu geç yollarında gözlerim, zafer ana buldu kütük yüzlerim. Hadiyeti varmaz size azizim, nalalara tola yürek sırlarım. Hadiyeti varmaz size azizim, nalalara tola yürek sırlarım. Pişmiş koşup bal beremen yeseniz, yürekimden cay beremen denseniz. Navat koşup çay beremen içseniz, yürekimden cay beremen gelseniz. Her görgende yürek dik dik urmayımı, avazımdan geleversen bulmayımı. Görgeninde yürek dik dik urmayımı, avazımdan geleversen bulmayımı. Sözlerimde nazar pisend etmeysen, geplerimde nazar pisend etmeysen. Bana derken azapların yetmeyimi, şunça bergen azapların yetmeyimi. Vay 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 Ulu yolda kitaplar oynaydı, senden başka yara künlüm urmaydı. Ulu yolda kitaplar oynaydı, senden başka yara künlüm urmaydı. Senden başka yara künlüm urganda, hiç kayısı özgenenge durmaydı. Hiç birisi özgenenge durmaydı. Her görgende yürek dik dik urmayımı, avazımdan geleversen bulmayımı. Görgeninde yürek dik dik urmayımı, avazımdan geleversen bulmayımı. Şek şek. Aynen öyle. Şek. İndi meni başkalarda işim yok, meni senden başka hiç danışım yok. Her günü bir diydarına doyuştan ey, beni başka kıladığın bir işim yok. Seni erkelep yollara salgan ağanlara işanma, hatta sana mehrini bergene yağanlara işanma. Erkelep seni yollara salgan ağanlara işanma, hatta sana mehrini bergene yağanlara işanma. Harazime cayı, oyunu bu paka pak. Harazime cayı, oyunu bu paka pak. Kızdır hadi bayram ot, oyunu bu paka pak. Kızdır hadi bayram ot, oyunu bu paka pak. Paka pak, paka pak. Kızdır hadi paka pak. Paka pak, paka pak. Ey oynat hadi paka pak. Paka pak, paka pak. Kızdır hadi paka pak. Paka pak, paka pak. Ey oynat hadi paka pak. Üç petir yaptım zireli, birbirinden şireli. Üç petir yaptım zireli, birbirinden şireli. Yüreğim bağa gireli, yettik bağa gireli. Kızıl güller tireli, kızıl güller tireli. Naz bilen aheyya, usul bilen ibiya. Naz bilen aheyya, usul bilen ibiya. Gel geley aynanin ah ahey ah. Özüm aynanin aynanin ah ahey ah. Gel gele koy aylan aman ahey ahey ah. Özüm aynanin aynanin ah ahey ah. Limuzine kara
boy boy, qara göz boy boy boy, ala göz boy boy, qara göz boy boy boy, ala göz boy boy. Rahmat. Beg'ubor, samimiy, soddadil o'zimizni sevinchxon. Rahmat. O'zi odatda konsert oxirida tomoshabindan so'raladi-da, Sevinch, konsert ma'qul bo'ldimi deb, lekin biz bugun shuni so'ramoqchi emasmiz. So'ramasimizdan avval o'zingiz isbotlab beringlar konsert yoqqanini. Rahmat. Qarang, hamma turibdi-ku, hech kim ketgisi kelmayapti. Rahmat, yaxshi ko'raman sizlarni. Rahmat. Kelganlarga hammaga rahmat. Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda mana balla gap atadi yomonda. Xorazmdan salom aytdim salomda, qo'shiq aytib keldim sizlar tomona.